O'rtoq bo'lib qoldingmi? Ozgina qoldi, o'tirib tur. Bratoqa tepasi sal uzun bo'lib qolmadimi? Bo'l. Zo'r bo'ldi. Peshonasi sal tushib qolmaganmi, oka? Mana chochi mana bunaqa joyi. Bo'ldi. Chetini sal yedirib yormaymizmi? Hozir qilmoqchiman o'sha narsani. Prosta ko'ryapti demanga o'shani gapiryapman, oka. Brat Nobodo mana bundoq kelgan joyini ozgina detsil yedirib yorish kerak emasmi? O'rtoq, 20 yildan beri soch oladi. 27 yildan beri soch oldiraman. Odamda opit bo'ladi-yu. O bo'lgandan keyin sochni bitta yuvorish kerak, bilasizmi, oka? Bilsam kerak. Oka, mana shu shaverni chap qo'lda ishlatgan udobniroq emasmi? Menga shu qulaydi. Alika, rahmat, oka. Ismingiz Ozodmidi? Ishidan 10 oyoqda chiqadi. O'shanda to'g'ri bo'ladi. Yo'ldan benzin quyib olsak bo'ldi. Yaqin telefonni qo'lda ushlash kerak emasmi? Menga shu qulayroq-da, oka. Ana sartaroshing g'alatiroq odam emasmi? Birinchi zavat qilasiz. Keyin orqaga urib, zadniy bilan sekin chiqib ketasiz. O'rtoq, qanaqa zamonda yashayapmiz? Qaytar dunyoda yashayapsiz-ku. Omad. Ha?